Sizni ko'mir kotyolingiz keragidan ortiqcha ko'mir rasxod qilayotgan bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz zarur? Ko'mir kotyolidagi ortiqcha ko'mir rasxodlar birinchi o'rinda siz ishlatayotgan ko'mirga bog'liq. Hozirgi kunda O'zbekistonda, Qirg'iziston, Qozog'iston hamda O'zbekistonda ko'mirlari mavjud. Bu ko'mirlar bir-biridan o'zini yonish darajasidagi kaloriyasi bilan farqlanadi. Aynan O'zbekiston sharoitidagi ko'mir kotyollari uchun o'rtacha 4000 kaloriyadan 5000 kilokaloriyagacha bo'lgan issiqlik bera oladigan ko'mirlar yoqish uchun tavsiya etiladi. Shu kilokaloriyadagi ko'mirlardan foydalanadigan bo'lsangiz, siz ortiqcha ko'mir xarajatlaridan xalos bo'lasiz. Keyingi sababi sizni uyingizni isitish tizimini to'liq teplizolyatsiya qilinganligi. Agar siz uyingizni isitish tizimini to'liq teplizolyatsiya qilgan bo'lsangiz, juda ham katta ko'mir rasxodidan qochgan bo'lasiz. Agar yana ham oshiqcha ko'mir rasxodidan xalos bo'lishni xohlayotgan bo'lsangiz va qishda issiq uyda o'tkazishni istayotgan bo'lsangiz, siz Fabem ko'mir kotyollarini xarid qiling. Kotyollarimizga 2 yil kafolat beramiz. Yanada batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.